Assalomu alaykum ukam. Va alaykum assalom. Siz o'zingizdan qisqacha tanishtirgan bo'lsangiz, kimlik olasangiz bo'lishi. Men ismim Nurali Nuraxon. Bu yil 17 yoshga kirdim. Men 2015-yili 9-oyda chet elga o'qish uchun chiqqandim. O'zim G'uljining Kebek viza olgan kentdan bo'lman. Dadamning ismi Nuraxon, opamning ismi Adila. Aile azalarım mening 3 ukam bor, mendan men uyning cho'ngi. Mendan keyin bir singlim bor, bu yil 13 ga kirdi. O singlimning ismi Tanurali Nuraxon. Undan keyin bir inim bor, uning ismi Sadirdan. Eng kichigi 3 yoshga kirgan mening singlim. Singlim ismi Nabila. Hozir bularninki ko'rsamay qancha bo'ldi hozir bularga? Alloh o'zligini. Hozir Alloh o'zligini shu 2 yil bo'ldi. To'liq 2 yil bo'ldi. To'liq 2 yil qoldi. Ularninki lagerda tug'ilganligini bilamiz. Qur'onlamasan bilgandan bilmasangiz. Shu dadamninki 2017-yilda dastlab mezgil shu jazolarni boshlagan chog'da. Dadam dastlab bizning maydon 40 necha odamni dadam bilan qo'shib birga ketganligini birsini anladim. Shu opamning uyida yolg'iz fikrlarim bilan o'zim shu turmushni kechirib yetib kelgan. Hozir unda opam bilan aloqalashimda opamning saqmi yoki saq emasmi? Uni bilmayman shu. Fikrlaringiz qancha? Fikrlarimni aloqam yo'q, fikrlarim bilan hech kim bilan aloqam yo'q hozir. Ondan boshqa shu opam bilan yolg'iz qolganligini anglagandim 2 yil burun. 2 yildan yaqin uydagilar bilan ahvolishib boqmadim. Lekin sizningki dadangizdan tarafdan boshqa tog'amlarınızdan qanday bo'lgan bir taqdirini sizlar bilan oldingizmi yoki xabar oldingizmi? Ular bilan paralashib bo'lgan chunki chet elga chiqib ular bilan bir oy chiqib paralashib dadamni o'tqoldir bilan. Opamni o'tqoldir bilan men chiqib paralashamadim chunki u Xitoydan qo'rqib ularni men chet el bo'lgan keyin menga gap qilolmaydi. Shu ular bilan aloqalashamadim. Ularning ismlarini bilib qolsangiz kerakmi? Dadangizdan tarafdan boshqa kishi tog'amlar Dadamning ikki inisi bor. 3 inisi bor dadamniki. Birisinin ismi Nurshad, birisinin ismi Ilshat, yana birisinin ismi Samet. Dadamning dadasining ismi Rozi. Yani bir acısı bir singlisi var. Acısının ismi Mahbuba, singlisinin ismi Zübeyde. Opam tarafından opam uyning en kichigi, opamdan şu opamniki akildir bor. En cho'ng akasining ismi Toshmahmad To'xtaxon. Undan keyingisiniki Yarmahmad To'xtaxon. Undan keyingisiniki Nurmuhammad. Opamdan cho'ng yana 3 acısı bor opamniki. Birisi Xolidam To'xtaxon. Undan keyingi Faridam To'xtaxon. Undan keyingisiniki Faxrnisa. Şular ailede balçaklı seçkinde bulunur ki bir nesi var mı? Ya ular bilan aloqalashib bo'lganman. Shu ular mendan chunki men chet el bo'lgandan ularga qo'rqib menga chiqib qolmagan. Ular bilan paralashamadim, ularni izini olamadim. Sizda ilgimen da'volar qilib dedingiz, suhbatning sirtida bundan keyin shu xalqaro inson haqlari kechirim tashlab degandek yoki Cumhurbaşkanımız Erdo'g'an efendimga efendimden yardım so'raydigan bir xat yozman degandek qildingiz. Shu to'g'risida da'voni inson oxirigacha qanday bir planingiz bor olsa? Shu men inshaalloh bundan keyin bu da'voni to'xtatmayman, toki uydagilarim bilan aloqalashib, ularning sog' salomat shu jazolardan chiqib men bilan ko'rishib qilgacha men bu da'voni to'xtatmayman va men shu inson haqlari Nemisten ve şu Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan efendimden hemimizden yardım sorayım. Şu uydakilerimle hemimizin cem buluş nemisiga inflasyonu için şu hemimizden yardım sorayım ben. Bu davarın akıllışı to'xtatmayman.